Assalomu alaykum, yaxshimisizlarmi? Yaxshilab yuribsizlarmi? Akamni hozir boshi og'riyapti. Iltimos sizlardan har oy lecheniyaga olib turishimiz kerak. Hozir mana ko'rib turibsizlar, boshi og'riyapti. Ayam ishlagan pulingiz yetmayapti. Iltimos sizlardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz birodarlar, aziz vatandoshlar, sizlarni ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman do'stlar. Shuningdek, o'zimizning O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo desam bo'ladi, shu yerdan bir singlimiz 2 nafar bolasi bor ekan, birisi o'g'il, birisi qiz. Kichkina qiz 8 yosh, katta o'g'li yanglishmasam 11 yosh. Shu o'g'lona zudlik bilan yordam berish kerak ekan. Bu narsa befarq bo'lamiz deb umiddaman. Katta o'g'lini miyasida o'smasi bor ekan. O'smasi har 3 oydan 4 oydan davlat turadi ekan. O'zi fevral oyida davlat degan vaqti kelgan ekan, lekin mablag' bo'lmagandan keyin oilaviy ahvoli shunaqa bo'lgandan keyin davolata olmagan. Bu bolani o'zi ko'ngli aynib, boshi og'rib, hamshiribning davlanasi bor ekan. O'zi yosh bola. Bu bolalarning onasi o'zi ustida er yo'q ekan. Shunaqa demasam bo'lmaydi. Eri yo'q ekan, ham otasi yo'q ekan. Shu bolalari qo'lidan kelganicha boqib o'tirgan ekan. Bu yerda ishlab, bu yerda ishlab degandan endi o'zingiz bilasizlar, hozir u ishlagan puli to'g'ri yeb ichishga, kiyim-kechakka ketadi. Bu bolani davolash uchun har 3 oydan o'zi bosh og'riq tutadi ekan. 4-5 million so'm o'qil dorisiga ketib qoladi ekan. Bergan yordam so'rab chiqqan, boshqa qilgan, to'g'risi ne bo'lgan emas. Yordam bo'lmagan. Hozir o'zingiz oila ahvolini ko'rib o'tirsizlar, yashab o'tirgan sharoitlarini. To'g'risi men bu videoni ko'rib yuragim ezilib ketdi-da, to'g'risi. O'zingiz ham ko'rib shunga o'tirishlarni ko'rib o'zingiz xulosa chiqarasizlar. Bir ro'za Ramazon oyida kimdir ehson qiladigan bo'lsa, shu oilaga tegishli qarta nomerlarni qo'yib o'taman. Bemalol ehsoningiz bo'lsa, ehson qilsangizlar bo'ladi. Ro'za Ramazon oyida kim ehson qilsa, savobi katta bo'ladi dedi. Ehsonning mukofoti ehsondir dedi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men ham shu ozgina bo'lsa o'z qissamni qo'shsam, boshim osmonga tegadi. Aziz do'stlar, buning ham savobi bor. Alloh taologa ham ajr savobini albatta beradi. Bu bola o'zi yosh paytimda shu ahvolda ekan, har 3 oydan 2 oydan banisada 10 kun yotqizib davlat turishar ekanlar. Endi bu sinamiz to'g'risi 1-2 so'm topib shu bolalarga kiyim-kechakdir, boshqasidir, pakkadir qo'lidan kelganicha olib berib kelayotgan ekan. O'zini topgani ortmayapti ekan o'qil dorisiga. Shuning uchun bu sinimizning bolasini iloji bo'lsa qo'limizdan kelganicha shuni ehson qilsak, buni zudlik bilan hozir davolatmoqchi bo'lyapti. To'g'ri kelsa operatsiya qildirmoqchi. Shu yerda doktordan yozib bergan qog'ozi bor, qog'ozini qo'yib o'taman. Snimkasi bor, rentgendan tushgan. O'zi 5-6 sini tashagandir. Men bittasini qo'yib o'taman. Iloji bo'lsa, bo'lmasa 5-6 sini qo'yaman shu videoni pastida, o'zingiz ko'rasizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'p gaplab o'tirmayman. O'zingiz shunga qarab, ko'rib, ko'nglingizda bo'lsa, ehsoningiz qilishingiz mumkin. Do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hamisha.
Aslan kim yaxshimi sizlarmi? Yaxshiligibsizlarmi? Akamni hozir boshi og'riyapti. Iltimos sizlardan har oy lecheniyaga olib turishimiz kerak. Hozir mana ko'rib turibsizlar, boshi og'riyapti. Ayam ishlagan pulingiz yetmayapti. Iltimos sizlardan yordam qilingizlar. Akamni hozir esa boshi og'rib turibdi. Ikkovlarini olmasak bo'lmaydi. Ikkovlarini tez olib turmasak bo'lmaydi. Akamiz har zamonlarda esa sizga bo'lib qoladi. Hozir vaqti kelgan ikkala olishga. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Dadamiz tashlab ketgan akamni hozir esa boshi og'riyapti. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Dadamiz yo'q. Iltimos sizlardan yordam qilinglar. Men ham esa katta bo'lsam sizga yordam beradigan insonlardan bo'laman. Ayamni esa ana ularga olib boraman. Hojilarga. Iltimos sizlarga yordam beringlar.